Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Mana yangi 958 dan keyin Tianshan 5 degan Xitoy 120 kunlik makka urug'i mana kechroq ekilgan. Bunaqa dori ham bunaqa solinmagan. Qattiq joyga ekilgan. Ashli bunaqa parvarish yaxshi bo'lmagan desa ham bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar. Mana bo'yi 3,5 metrga boradi mana. 1 metr atrofida dumbul olgan. Dumbullarni ko'ryapsizlar. 600-700 gramdan kam emas. Yaxshi qaralgan joylar ikkitadan olgan buni. Bu yaxshi qaralmagan joylari mana ko'ryapsizlar. Tekis katta dumbul unaqa nima emas, qizil sota bo'ladi. Buni mana bitta qulay tomoni siloska ekishdi bolalar. Siloska 60 tonnadan berdi. 30 donga ekkanlar berdi. Endi buni qalinroq eksa yana ham yaxshi natija bo'lishi mumkin. Mana balki tikka bo'ladi, qaychi balki mana tikka ko'ryapsizlar. Mana 1, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 14 ta bak bor. Bak serbark. Turetskilarni urug'lar sanaganimizda 10 ta, 12 ta bak chiqqan. Urug' ham qimmat emas. 45-50 ming so'mlik urug'. Lekin 80 ming so'm, 75 ming so'mlik urug'da effektini berdi. Xudo xolasa o'zini 100% oqladi. Deyarli barcha viloyatlarda shu O'zbekistonda viloyatlarda o'z hosilini berdi. Hamma dehqonlar xursand. Mana hozir sizlarga men 958 oq sotalik 958 ni bo'lgan holatini, ekilgan holatini ko'rsataman sizlarga mana. Mana ko'ryapsizlar, mana bo'yi past bo'lgan buni. Hosili ham bunaqa. Ko'rmas. Endi buni qarang. Mana buni farqi katta mana. Bu 958 ni yangi navini sotdik, qizil sotalik. U ham xuddi shunaqa shu Tianshan 5 ga o'xshagan. Bu takroriy ekinga bug'doydan keyingi 94, 8, 6 navlari ham keldi, uni ham sotdik. Xudo xolasa hozirgi kunga qadar uni bug'doydan keyin ekilgan mana 1 avgust holatiga biz tekshirdik, uni ko'rdik. Bo'yi 1 metrdan oshgan, 120, 130 bo'lgan. Balki o'ta serbark, balki tikka bo'ladi uni ham. Balki 120 ga 14 ta, 12 ta bark bor. Xudo xolasa uni hosilini ham bil ko'ramiz. Yangilik lekin u. Lekin 90 kunlik hozirgi holatiga qaraganda boshqa 90 kunliklarga nisbatan nimasi yaxshi, ko'rsatkichi ancha yaxshi mana. Buni xudo xolasa pishgan holatida ham sizlarga buni videolarni taqdim qilib olamiz. Mana dumbulini ko'ryapsizlar, mana donlari. Qizil sotalik Tianshan 5 degan 120 kunlik bahorgi siloska eksa ham bo'ladi, donga eksa ham bo'ladi. Mana 500-600 gramdan bir donadan bo'lgan taqdirda ham 60 ming dona ko'chat bor joyda 18 tonna xudo xolasa ko'chat normalniy bo'lsa beradi hosil. Siloska eksa ham bo'laveradi. Siloska ham mana 323-30 bo'lsa 60 tonna atrofida silos beradi. Yana bitta afzalligi, buni qulay tomoni, buni favosi 700 emas, favosi pastroq. Shuning uchun tez pishadi. Takroriy oraliq o'tdan keyin senajlar, tritikal ro'sh bug'doylarni o'rib turib, mayda 25-28 maylardan keyin eksa ham may oyining ichida iyunning 5-gacha eksa 100% pishadi. Shu tomonliklari ham qulay, bug'doydan keyin siloska eksa ham favosi 700lar dumbuli deyarli bo'lmay qolishligi mumkin. Ob-havo past kelsa, kuz, qish ertaroq kelib qolsa, lekin bunda xudo xolasa favosi 450-500 lik uchun 100% dumbuli dashi pishib ham ketadi xudo xolasa. Bu sinovdan o'tgan mana.